Hech o'ylab ko'rganmisiz, Minecraftda eng kuchli o'yinchi kim? No, o'ylab ko'rgansizlar degan umiddaman. Bugun shu videoda eng kuchli o'yinchi kimligini aniqlaymiz. Men уже aniqlab bo'ldim. U Terminatorda opasi ham desa bo'ladi, Dreamni ham yutgan, точно sizlarga aytaman. Eng kuchli o'yinchi Terminatorda opasi deganimda menimcha tushunib bo'ldinglar. Eng kuchli o'yinchi Minecraftda hozirda birinchi o'rinda turgan bu Marlov bo'ladi. Nega aynan Marlov? Chunki hozirgi reytingda birinchi o'rinda turibdi. Nega aynan Dream yoki Duckvoice emas? Chunki Marlov Dreamni ham yutgan. Marlov kimligini bilmaydiganlar uchun qisqacha ma'lumot berib o'taman. Marlov Minecraftdagi eng kuchli o'yinchilardan biri bo'lib, ko'plab YouTuber va PvP'larni ancha yutgan. Marlov aslida Crystal PvP'da juda ham zo'r o'ynaydi va hozirda kanalda 373 mingta obunachisi bor 17 ta video bilan. Hozir men qo'yib bergan video bilan sizlar Marlovni aniq yaxshiroq bilib olasizlar degan umiddaman. 3, 2, 1. Mana do'stlar, PvP'da Crystal PvP'da o'ynashini ko'rdingiz. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.